Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ta'lim texnologiyalari mavzusi bilan tanishamiz. Rejalar. Ta'lim texnologiyalarining o'zgarishi va rivojlanishi. Zamonaviy ta'limda interaktiv usullarni qo'llash. Kelajakda ta'lim texnologiyalarining tendensiyalari. Ta'lim texnologiyalarining evolyutsiyasi. Ta'lim texnologiyalarining tarixiy rivojlanishi. Ta'lim texnologiyalari tarixan an'anaviy usullardan boshlangan, hozirgi kunda zamonaviy yondashuvlar mavjud. An'anaviydan zamonaviy texnologiyalarga o'tish. An'anaviy ta'lim usullari zamonaviy texnologiyalar bilan birlashmoqda. Bu ta'lim jarayonini osonlashtiradi. Ta'lim jarayonidagi texnologik o'zgarishlar. Texnologik rivojlanish ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Interaktiv elementlar qo'shiladi. Kelajakda ta'lim texnologiyalari, kelajakda sun'iy intellekt va virtual haqiqat ta'lim jarayonini yanada interaktiv va individual qiladi. An'anaviy ta'lim texnologiyalari, ma'ruza va seminarlar. An'anaviy ta'limda ma'ruzalar o'qituvchi axborotni taqdim etishning asosiy shakli hisoblanadi. Seminarlar esa muhokama va mashg'ulotlar orqali o'zaro fikr almashish imkonini beradi. Amaliy mashg'ulotlar. Amaliy mashg'ulotlar nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko'rishga yordam beradi. Bu o'quvchilarning ko'nikmalarini rivojlantiradi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar ta'limni samarali va interaktiv qiladi. O'quvchilar bilimlarni osonroq o'zlashtiradi. Virtual laboratoriyalar. Virtual laboratoriyalar fizik va kimyoviy tajribalarni xavfsiz muhitda o'tkazishga yordam beradi. Onlayn ta'lim platformalari. Onlayn ta'lim platformalari, masalan, Google Classroom va Coursera masofadan o'qish imkonini beradi. Elektron darsliklar va video darslar. Elektron darsliklar kompyuter va mobil qurilmalarda ishlatiladi. Video darslar esa ta'limni vizual tarzda tushuntiradi. Onlayn ta'limning rivojlanishi. Onlayn ta'lim o'quvchilarga qulaylik yaratadi. O'qish jarayonini har qanday joyda va vaqtda olib borish imkonini beradi. Bu ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. Moodle ochiq kodli ta'lim platformasi. Google Classroom ta'limni boshqarish uchun mo'ljallangan platforma. Coursera xalqaro onlayn kurslar taklif etadi. O'quvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. LMS tizimlari ta'lim jarayonini boshqarish uchun muhimdir. Ular o'quvchilar va o'quvchilar o'rtasida muloqot o'rnatadi va o'quv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Bularning barchasi onlayn ta'limning afzalliklari va LMS tizimlari hisoblanadi. Interaktiv o'qitish usullari. Gamifikatsiya ta'lim jarayonida o'yin elementlarini qo'shish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga qaratilgan yondashuv. Bu usul o'quvchilarni faol ishtirok etishga va bilimlarni qiziqarli tarzda o'zlashtirishga undaydi. STEM va STEM metodikasi ta'lim jarayonida ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. STEM fan, texnologiya, muhandislik va matematika sohalarida bilimlarni birlashtiradi. STEM esa san'atni qo'shish orqali ijodiy yondashuvlarni ham kiritadi. Ta'lim texnologiyalarining kelajagi. Sun'iy intellekt AI ta'lim jarayonida individual o'qish dasturlarini yanada o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi. AI assistentlar va chatlar yordamida o'quvchilar ishini avtomatlashtirish mumkin. Bu esa vaqtni tejash va o'quv jarayonini samaraliroq qilish imkonini beradi. VR va AR texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada interaktiv qiladi. VR yordamida o'quvchilar virtual muhitda tajribalar o'tkazish, AR esa real dunyoda raqamli elementlarni qo'shish orqali o'qitishni chuqurlashtirishi mumkin. Bu texnologiyalar ko'rsatilayotgan axborotni yanada qiziqarli va tushunarli qiladi. Adaptiv ta'lim tizimlari har bir o'quvchining individual o'qish sur'atiga moslasha oladi. Bu tizimlar o'quvchilarga o'z qobiliyatlariga qarab ta'lim berishga yordam beradi. Natijada har bir talaba o'zining muvaffaqiyatini oshirishi uchun imkoniyatlarga ega bo'ladi. Interaktiv usullar ta'limda yangi yondashuvlar. Interaktiv usullar ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida muloqotni kuchaytirish va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Bu omillar o'quvchilarning fikr va his-tuyg'ularini ifoda etish imkonini beradi.
Interaktivlik ta'lim jarayonida o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. O'quvchilar o'z fikrlarini bildirish va muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi. O'yin elementlarini qo'shish, gamifikatsiya, guruh bo'lib ishlash va muhokama qilish, onlayn platformalarda interaktiv darslar o'tkazish, savol-javob sessiyalari, virtual simulyatsiyalar orqali amaliyotlar o'tkazish. Gamifikatsiya o'yin elementlari bilan ta'lim. Gamifikatsiya ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali o'quvchilarni motivatsiya qilish, o'yin elementlari, ballar, reytinglar va mukofotlar taqdim etish. Misollar: o'quv dasturlarida o'yin asosidagi faoliyatlar, misol uchun Quiztest va Kahoot kabi platformalar yordamida natijalar o'quvchilarning qiziqishi va ishtirokini oshiradi. STEM va STEM fan va san'atni birlashtirish. STEM va STEM metodikasi o'qituvchilarga fan, texnologiya, muhandislik va matematika uchun innovatsion yondashuvlar taklif etadi. STEM ta'limi o'quvchilarga analitik fikrlash va muammoni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. STEM esa san'atni qo'shgan holda ijodiy fikrlashni kuchaytiradi. Bu yondashuvlar o'quvchilarning ijodkorligini oshirib, ularni zamonaviy ish bozorida muvaffaqiyatli bo'lishlariga tayyorlaydi. Virtual laboratoriyalar. Tajribalarni virtual muhitda o'rganish. Virtual laboratoriyalar fizik va kimyoviy tajribalarni raqamli muhitda o'tkazish imkonini beruvchi platformalar. Ular o'quvchilarga xavfsiz tarzda tajribalarni amalga oshirish imkonini beradi. Bu laboratoriyalar ta'lim jarayonini interaktivlashtiradi va o'quvchilarning tajriba qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Onlayn ta'lim platformalari va LMS tizimlari. LMS tizimlari ta'lim jarayonini boshqarish uchun mo'ljallangan platformalardir. Masalan, Moodle ochiq kodli, Google Classroom esa oson foydalanish imkonini beradi. Coursera esa turli sohalarda onlayn kurslarni taklif qiladi. Onlayn ta'lim o'quvchilarga qulaylik yaratadi va masofadan ta'lim olish imkoniyatini beradi. Interaktiv usullar. Kelajakdagi imkoniyatlar. Interaktiv usullar ta'limda kelgusida muhim rol o'ynaydi. Sun'iy intellekt yordamida individual ta'lim dasturlari yaratish mumkin. VR va AR texnologiyalari o'quv jarayonini jonlantiradi, o'quvchilarni virtual muhitga olib kiradi. Innovatsion yondashuvlar ta'lim sifatini oshiradi va qiziqarli qiladi. Sun'iy intellekt va ta'lim. Sun'iy intellekt AI yordamida har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos individual ta'lim dasturlarini yaratish mumkin. Bu o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini samarali qiladi. AI texnologiyalari ta'lim jarayonini individualizatsiya qilish imkonini beradi. O'quvchilar o'z sur'atida o'qish va qulay formatda bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. AI assistentlar va chatbotlar ta'lim jarayonini avtomatlashtirishga yordam beradi. Ular savollarga javob berish, o'quv materialini taqdim etish va yo'nalish berishda ishlatiladi. Bularning barchasi kelajakda ta'lim jarayonini rivojlantirishga xizmat qiladi. VR va AR texnologiyalari. VR virtual reality o'quvchilarni virtual muhitga olib kirib, ularga yangi tajribalarni sinab ko'rish imkonini beradi. Bu texnologiya ta'limda interaktivlikni oshiradi. Bu texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali va qiziqarli qiladi. O'quvchilar VR va AR yordamida o'rganish jarayonini yanada chuqurroq egallaydilar. AR augmented reality real dunyoga raqamli elementlarni qo'shish orqali o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi. Bular ta'limda yangi imkoniyatlar hisoblanadi. Adaptiv ta'lim tizimlari. Har bir o'quvchining individual o'quv sur'atiga moslashuvchi tizimlar. O'quvchilarning ehtiyojlariga mos ta'lim yo'nalishlari. Adaptiv ta'lim tizimlari o'quvchilarni o'z qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim olishlariga yordam beradi va o'quv jarayonini samarali va interaktiv qiladi. Gamifikatsiya va motivatsiya. Ta'lim jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish muhim ahamiyatga ega. Gamifikatsiya yordamida o'quvchilar o'zaro raqobatlashib, darslarni yanada qiziqarli va faol o'zlashtirishlarini ta'minlaydi. Bu yondashuv o'qituvchilar uchun ham ta'lim jarayonini samarali qilish imkoniyatini beradi. Gamifikatsiya orqali ta'lim jarayoni nafaqat qiziqarli, balki samarali ham bo'ladi. O'quvchilar o'yin elementlari yordamida muvaffaqiyatga erishish uchun ko'proq harakat qilishadi. Bu esa ularning o'zlashtirish darajasini oshiradi. O'quvchilar o'rganish jarayonida o'zlarini qulay his qiladi va buni zavq bilan davom ettiradilar.
Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonini samarali va jozibali qilishga yordam beradi. Ular o'quvchilarning bilim olish jarayonini osonlashtiradi va o'zlashtirish darajasini oshiradi. Kelajakda sun'iy intellekt va boshqa ilg'or texnologiyalar ta'lim jarayonlariga kirib keladi. Bu o'quvchilarga individual o'quv dasturlarini taqdim etish imkonini beradi. Interaktiv o'qitish usullari, masalan, gamifikatsiya va interaktiv platformalar o'quvchilar ta'lim jarayoniga yanada jalb qiladi va ularning motivatsiyasini oshiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.